Mana bu qizning harakatlariga e'tibor bering. U kimdandir qochishga harakat qilmoqda, lekin ozginadan keyin uning o'ligi topiladi. Keling, voqea tushunarli bo'lishi uchun hammasini boshidan tushuntirib beraman. Bu qizning ismi Eliza Lam. U kanadalik Xitoy muhojirlari oilasidan bo'lgan. 2013-yil yanvar oyida qiz AQSh bo'ylab yolg'iz sayohatga chiqadi va Los-Anjelesning Cecil mehmonxonasiga kiradi. Va mana shunday g'alati voqealar boshlanadi. Kameradan ko'rinishicha u kimdandir qochishga harakat qilgan. Ammo yozuvlarda hech nima ko'rinmaydi. Shu yozuvlardan bir yarim hafta o'tib, mehmonxonadagi odamlar g'alati suv ta'midan shikoyat qila boshlashadi. Undan rostdan ham badbo'y hid kelardi. Mehmonxona xodimi suv idishlarini tekshirganida esa dahshatli narsaning guvohi bo'ladi. Suv to'ldirilgan bochka ichida kiyimsiz qizning jasadi yotardi. Buni bir kishi qilishning iloji yo'q edi, chunki bir kishi kelib bu bochkalarning qopqog'ini ochib, yana ichkaridan yopib qo'yishi bu umuman iloji yo'q narsa. Shundan keyin bu yer qo'rqinchli mehmonxonalar qatoriga qo'shildi. Bu yerga faqat adrenalinni sevuvchi insonlar keladigan, boshqalar esa qo'rqadigan bo'lib qolishdi. Siz bu yerga kelgan bo'larmidingiz?